O'zbekiston fuqarolariga shoshilinch tezkor xabar. Ertaga O'zbekiston bo'ylab qanday ob-havo bo'lishi e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosishni unutmang. Toshkent shahri havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3-5 gradus, kunduzi esa 15-17 iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyati havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 3 gradus sovuq, -2 daraja bo'ladi. Kunduzi esa 10-15 gradus iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0 gradus, ba'zi joylarda -3 gacha sovuq, kunduzi esa 13-18 gradus daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Sirdaryo va Jizzax viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0 gradus, ba'zi joylarda esa 2 gradusgacha, kunduzi esa 13-18 gradus daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 0 gradus, ba'zi joylarda esa 5 gradusgacha, kunduzi esa 14-19 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlari havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 0 gradus, kunduzi esa 11-16 daraja iliq bo'ladi.